Janoza. O'zbek xalqi bugun og'ir judolikka uchradi. Marhumlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Buryatiyada ikki o'zbekistonlik ishchi 7-qavatdan tushib ketdi. Buryatiyaning Ulan-Ude shahrida ikki o'zbekistonlik ishchi ishlab turgan 7-qavat havozasiga kran ko'tarmasi urilishib ketish natijasida havoza o'pirilib ketgan va ishchilar pastga qulagan. Ulardan biri vafot etgan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.